Xabaringiz bor, 5-iyundan boshlab yurtimizda abituriyentlar uchun davlat oliygohlariga kirish uchun qabul boshlandi. Shu sababli bugun sizga barcha abituriyentlar bilishi shart bo'lgan 5 ta eng muhim faktlarni keltirib o'tamiz. Bu sizning qabul taqdiringizni o'zgartirib yuborishi mumkin. Assalomu alaykum. Avlod Media ta'lim loyihasi ta'lim sohasidagi eng muhim ma'lumotlarni yetkazib borishni boshladi. YouTube kanalimiz orqali ta'lim sohasining eng dolzarb ma'lumotlarini bilib borishingiz mumkin. Birinchi ma'lumot: qabul jarayoni endi 2 bosqichda amalga oshiriladi. Prezident farmoniga ko'ra, o'tgan yildan boshlab qabul jarayonlari avval test, so'ng tanlov tamoyiliga muvofiq quyidagi 2 bosqichda amalga oshiriladi. Birinchi bosqich abituriyentlar 5-iyundan 25-iyunga qadar 25-iyun kuni ham test sinovi topshirish uchun ro'yxatdan o'tadi. Bunda abituriyentlar faqat test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi, ta'lim tili va test topshirish hududini tanlaydi. Universitet tanlanmaydi. Siz faqat qayerda va qanday fanlardan test topshirishingizni belgilaysiz. Ikkinchi bosqichda esa abituriyentlar test sinovlari to'liq yakunlanganidan so'ng, ya'ni 15 kun davomida oliy ta'lim muassasasi, ta'lim yo'nalishi va ta'lim shaklini tanlaydi. Ya'ni o'zingiz olgan ballga qarab test o'tib bo'lganidan keyin qaysi oliygohning qaysi yo'nalishiga topshirishingizni tanlaysiz. O'ylab olish, tahlil qilish uchun esa sizda 15 kun vaqt bo'ladi. Ikkinchi ma'lumot: agar kirish imtihoningiz tarkibida kasbiy, ya'ni ijodiy imtihon bo'lsa, ushbu imtihonni topshiradigan universitetni tanlashingiz kerak. Bunda aynan o'zingiz kirmoqchi bo'lgan oliygohda ijodiy imtihon topshirishi shart emas. Masalan, kimdir O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiya universitetiga kirmoqchi bo'lsa, unda ijodiy imtihonni istalgan hududda, aytaylik, Buxoro yoki Andijonda topshirsa ham bo'ladi. Uchinchi ma'lumot: agar siz oldingi yillarda bitirgan abituriyent bo'lsangiz, test uchun 206 ming so'm to'laysiz. To'lovni 25-iyungacha bo'lib to'lash ham mumkin. Undan kechiksa siz testga kiritilmaysiz. To'rtinchi ma'lumot: agar tanlovingizni o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, 25-iyungacha imkoningiz bor. Keyin esa hech qanday o'zgarish kiritib bo'lmaydi. Beshinchi ma'lumot: imtihonlar iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Aniq sana esa Davlat imtihon markazi tomonidan alohida e'lon qilinadi. Biz esa bu haqida ham sizga birinchilardan bo'lib xabar beramiz. Bu 5 ta faktni bilish sizga kirish imtihonlarida ustunlik beradi. Bu ma'lumotlarni do'stingiz bilan ham baham ko'ring. Yana shunday videolarni o'tkazib yubormaslik uchun like bosing, kanalga obuna bo'ling va do'stlaringizga ulashing. Qabul jarayonlari bo'yicha sizni o'ylantirayotgan muammoli savol bormi? Unda kommentariyalarda savollaringizni kutamiz. Savollaringizga esa malakali mutaxassislardan albatta kerakli javoblarni olasiz. Avlod Media sizga yordam berishda davom etadi.